Endi talabalarning kontrakti to'lab beriladi. Qiziqchi Elmurod Haqnazarov oktagonga o'tdimi? Endi ish stajingiz yetmasa pensiya ololmaysiz. Toshkentda issiqlik tizimlari qor yog'ganda yoqiladimi? Shu kabi yurtimizda sodir bo'lgan dolzarb xabarlar bilan bizda hafta dayjesti. Surxondaryoda 16 yoshli qizga shilqimlik qilgan erkak 5 sutkaga qamaldi. Joriy yilning 7-sentyabr kuni Jarqo'rg'on tumanida to'ydan qaytayotgan mast holatdagi erkak 16 yoshli qo'shni qizning yo'lini to'sib raqamini so'ragan va qo'lidan ushlashga uringan. Sudda erkak qilgan ishini qisman tan olib, shilqimlik niyatida bo'lmaganini aytib, afsusdaligini bildirgan. Sud uning harakatlarini ma'muriy huquqbuzarlik deb topib, 5 sutka qamoq jazosi tayinladi. Samarqandda maktab qizlari o'zaro janjallashdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Urgut tumanidagi 41-maktabning 9-sinf o'quvchi qizlari o'rtasida janjal chiqqani aks etgan video tarqaldi. Shuningdek, 9-A va 9-B sinf o'quvchilari 13-oktyabr kuni telefon orqali tortishgan. Ertasiga 14-oktyabr kuni soat 10:20 atrofida Sarbozor ko'chasida janjallashgan. Ushbu voqea joyida ularning sinfdoshlari ham bo'lgan. Holat yuzasidan 12 nafar o'quvchining ota-onasiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi asosida bayonnomalar rasmiylashtirib, tushuntirish ishlari o'tkazilgan. Shou-biznes vakili qiziqchi Elmurod Haqnazarov oktagonda g'alaba qozondi. Gap shundaki, Qozog'istonning Turkiston shahrida bo'lib o'tgan Alash Pride 113 turnirida Elmurod Haqnazarov rossiyalik Mixail Tsigankovga qarshi oktagonga ko'tarildi. Debyut jangining ilk raundidayoq Haqnazarov raqibini bo'g'ish usuli bilan mag'lub etdi. Sahnadan sport maydoniga o'tgan Haqnazarovning bu g'alabasi muxlislar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Hamyurtimiz mazkur natijaga erishish uchun 1 daqiqa 11 soniya vaqt sarflagan. O'zbekistonlik debyutantga raqiblik qilgan Rossiya vakili Mixail Tsigankov professional MMA'da bunga qadar 6 ta jang o'tkazib, 3 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat qayd etgan. Toshkent viloyatida erkak voyaga yetmagan qizga tajovuz qilganlikda gumonlanmoqda. Ohangaron tumanida voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy xarakterdagi zo'ravonlik harakatlari sodir etilganligi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Joriy yilning 16-oktyabr kuni 1994-yilda tug'ilgan shaxs tomonidan voyaga yetmagan qizga nisbatan uyatsiz va buzuq harakatlar sodir etilgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 119-moddasi 4-qismi jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayblanuvchi shu kunyoq huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan protsessual tartibda ushlanib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Yana shu kabi mavzudan uzoqlashmaymiz. Toshkentda voyaga yetmagan qizlarga tegajoqlik qilgan mulla 5 sutkaga qamaldi. O'zini domla deb tanishtirgan shaxs 2 nafar voyaga yetmagan qizga uylarda o'qib qo'yish bahonasi bilan tegajoqlik qilgan. Aniqlanishicha, joriy yilning 14-oktyabr kuni jabrlanuvchilar yomon tush ko'rganligi sababli o'zini mullaga o'qitish maqsadida tanishidan o'qib qo'yish uchun domla so'ragan. Uning tanishi domla topdim deb bir notanish yigitni ularning yashash xonadoniga yuborgan. Jabrlanuvchilarning tanishi o'qib qo'ygani uchun ushbu yigitga 3.600.000 so'm berishini aytgan. U avval qizlardan birining sonidan ushlab, so'ngra boshqasining oyoq va qo'llaridan ushlab o'pmoqchi bo'lgan. Voqea haqida ichki ishlar xodimlariga xabar berilgach, shaxs qo'lga olingan. Hozirda fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasi shilqimlik bo'yicha ish ko'rib chiqilgan va unga 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Kontraktda o'qiyotgan talabalar diqqatiga! O'zbekistonning xohlagan universitetida bakalavr, magistraturani kunduzgi, kechki, sirtqi, masofaviy, hatto super kontraktda o'qiyotgan barcha talabalarning 50%, ya'ni 6.180.000 so'mgacha bo'lgan kontrakt miqdori Zioforum fondi tomonidan to'lab beriladi. Buning uchun siz qiyin bo'lmagan 2 ta shartni bajarishingiz kerak, ya'ni Zioforum, Avlod Media, Zioapp, Instagram va Telegram sahifalariga obuna bo'lasiz. Undan so'ng esa Kahoot o'yinidagi oson savollarga tezkor javob berasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun ushbu link orqali Avlod Mediaga obuna bo'ling.
Endi ish staji yetarli bo'lmasa, fuqaro pensiya ola oladimi? Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga ko'ra, pensiya olish uchun insonda ma'lum ish staji bo'lishi kerak. Qonunning 7-moddasida quyidagilar belgilangan. Erkaklar 60 yoshga to'lib, kamida 25 yil ish stajiga ega bo'lsa, pensiya olish huquqiga ega. Ayollar 55 yoshga to'lib, kamida 20 yil ish stajiga ega bo'lsa, pensiya olishi mumkin. Agar fuqaroning ish staji to'liq 20 yoki 25 yil bo'lmasa, lekin kamida 7 yil ishlagan bo'lsa, unga bor stajiga qarab pensiya hisoblab beriladi. Ya'ni 7 yildan kam bo'lmagan mehnat faoliyati uchun ham pensiya tayinlanadi. Faqat uning miqdori stajga qarab belgilanadi. Toshkentda isitish mavsumi qachon boshlanishi aytildi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi ma'lum qilishicha, Toshkentda isitish mavsumi tashqi havo harorati ketma-ket 5 kun davomida o'rtacha +8 gradus darajadan past bo'lganda navbatdagi kundan boshlanadi. Ob-havo sovuqlashsa, issiqlik tizimlari maktab, bog'cha, shifoxona va ko'p qavatli uylarda bosqichma-bosqich yoqiladi. Aholiga isitish uskunalarini oldindan tekshirib, tayyor holatga keltirish tavsiya etilmoqda. Endi Yangi Toshkent aeroportiga ham metroda borishingiz mumkin. Gap shundaki, Yangi Toshkent xalqaro aeroporti Toshkent shahri bilan Yangi Toshkent oralig'ida joylashadi. Aholi bu aeroportga 25 daqiqa ichida yetib borishi mumkin bo'ladi. Masofa esa 24 kilometrni tashkil etadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, aeroport qurilishi va havo parkini 105 tadan 180 tagacha kengaytirish O'zbekiston iqtisodiyotiga har yili 770 million dollar daromad keltiradi. Shuningdek, yangi aeroportga metropoliten liniyasini o'tkazish ham rejalashtirilgan. Bizda hozircha shular, kuzatishda davom eting. Dam olish kuningiz xayrli o'tsin.